Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, ishimiz davomida niyatina detal kirgan joylarini chiqarish harakatidamiz. Lacetti mashinamiz. Baho berasizlar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, bir chiroyli qilib mashinani egalariga topshirib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Bu ustakamiz bo'ladi. Bu joylari ancha kirib qoluvdi ichkariga. Egalari aytishi bo'yicha nimadir tegib ketgan, unaqa strashni sinmagan kraskalari. O'shani hisobiga ozgina shu niyatina bo'lib qolgan. O'tkir xirra burchak kraskalarni sindirmay chiqarib berish harakatidamiz. Ish jarayoni ketyapti. Hammaga rahmat. Yana davom ettiramiz, ko'rsatamiz qolganlarini ham.